Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 42. nöbetlik yığını başlanışqa 2 hafta kaldı. Bu münasebet bilen biz bu yığın başlanıştan burun Ceneva'ya kelip, Ceneva'daki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xadimleri ve her kaysi devletlerinin elçileri bilen bulup mu 7. ayda Xitayning Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerini to'xtatish ve Uygurlarga bo'layotgan besimni to'xtatishni talab qilib, xat yozgan 23 keyin ikkisi qo'shilib 25 bo'lgan bu davlatlarga bo'lgan rahmatimizni bildirish, ularga keyingi vaziyat haqida doklad berish ve ularning texnik qo'llashini keltirish ve bu davlatlarni sonini texnik ko'paytirish maqsadi bilan ve shundaqla Xitoyni qo'llab imza qilgan 37'de keyin 50 chiqqan bu davlatlarning elchilarini ziyorat qilib, ularga vaziyatni tushuntirib, ularga bo'lgan noroziligimizni bildirib, ularni haqiqat qaytishga qoyil qilish maqsadi bilan shunday bir faoliyat maqsadimiz bilan bir Ceneva'ya kelib bir qancha kundan buyon bu faoliyatimizni davom qildiryapmiz. Mushu kunlarda bugun tuyuqsiz qo'limizga Xitoy elchixonasining har qaysi davlat elchixonalariga avatgan bir xat qo'limizga tushdi. Bir yerde Xitayning Ceneva'daki Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki baş elçisi 200'e yakın devletke xat avatib Dünya Qurultayini ve meni terrorizm bilan ayıplab Dünya Qurultayı bilan ve bizim faaliyetimizni cheklashga, ko'rishmaslikka ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'iniga qatnashtirmaslik uchun birlikte hareket qilish talabi bilan bir xat avatgan. Demek Xitoy hukumati bizning faoliyetimizni to'xtatish uchun bütün çağrılarını, bütün güçleri işe selip bir ciddi hareket katıdı. Ama Xitay hükümetinin bu hareketi tunç katımlık bir hareket emez, ahir katımlık hareket emez. Xitay hükümeti bizden Birleşken Devletler Teşkilatı'da faaliyetlerimizi to'xtatish için yıllardan bu yan bütün suikastlarını, bütün diplomatik hareketlerini yol koyup kivatıdı. Ama bir galbi kılalığını yok. Bu katımı okşaşlar galbi kılanmaydı deb oylaymiz. Çünkü şu 2 günlük görüş jarayonda, bugünkü görüş jarayonda bu xatning bir devletlerga nisbatan bir ta'sirining bo'lmaganligini ko'rdik. Albatta bir qism az sondagi ba'zi davlatlar bu xatdan keyin bo'lgan bo'lsa kerak. Biz bilan ko'rishishni allaqachon bekitib bo'lgan bo'lsa yenib oldi. Masalan, Falastin bizni ko'rishmoqchi bo'lgan, ammo bugun xat kelib ko'rishamaydiganligini bildirdi. Ammo mutlaq ko'p qism demokratik davlatlar biz bilan bo'lgan ko'rishishni davomli olib beryapti. Biz keyingi bir hafta ichida nurg'unlagan davlatlarning elchilari bilan ko'rishib, keyingi vaziyat haqida ma'lumot beramiz. Shuningdek Xitoy hukumatining bu asabiylik bilan beryotgan bu diplomatik hujumi bir natija bermaydi. Haqiqat yanla biz to'xtamay haq huquqimiz uchun kurash qiladigan bo'lsak, Xitoy hukumatining bu bizni to'xtatish haqidagi bu suiqasdi amalga oshmaydi.